Ukajonim 2 kilo kartoshka, 2 kilo sabzi, piyozing nechi pul edi? Tushmaysan. Bash piyozingdan ham berib yubor. Xo'p bo'ladi. Ada siz mana bu ovqatni stolligida yeb yuboring, dodaga men o'zim qarab boraman. Ovora bo'psan, onasi. Oyoq qo'yib tur, shunday jo'natib yuborib yeb olaman. Xo'p. Xullas, menga pul kerak. Pulingiz bormi? 2-3 kun oldin pul beruvdimmi, pul so'ravding. Hozir pulim yo'q, xotinimga narsa olib beruvdim. Qaq ketdingsan. Pulingiz yo'q ekan-ku, xotiningizga ishlatib yuravering shu pullaringizni. Demak, pulim bo'lmasa hech kim emas ekanman-da. Qare. Assalomu alaykum aka. Eng chiroyli guldastingizdan bering. Bugun bir ayolimni xursand qilmoqchi edim. Ayollarga bo'lsa, mana shu gulimizni oling. Hidi ham rosa zo'r. Ayolingizga albatta yoqadi. Chiroyli gul ekan. Zo'r, rahmat aka. Salomat bo'ling. Onasi? Assalomu alaykum. Voy adasi, O'shanga. buncha chiroyli. Nima qilardingiz xarajat qilib, ovora bo'lib? Sen bundan ham zo'riga loyiqsan. Baxtimga doim sog' bo'lgin. Xo'p, onasi? Juda chiroyli ekan, rahmat adasi.